Boylikka erishish potensiali kimda qanday? Egizaklar burji vakillari. Egizaklar savdo, axborot, ijtimoiy tarmoq va ko'plab yo'nalishli ishlar orqali tez boyishlari mumkin. Ular qaysi sohada pul borligini tez sezadilar, ammo diqqatning tarqoqligi boylikni ushlab qolishga to'sqinlik qilishi mumkin. Chayon burji vakillari. Chayonlar moliyaviy transformatsiya, sarmoya, meros, moliyaviy hamkorlik orqali boylik jalb qiladilar. Investitsiya va biznesda kuchlidirlar, ammo manipulyatsiya va haddan ortiq risk xavf tug'dirishi mumkin. Tarozi burji vakillari. Tarozilar hamkorlik, san'at, diplomatiya orqali pulda kengayishlari mumkin. Ularda sheriklar bilan boyish imkoniyati yuqori, ammo ular mustaqil moliyaviy qaror qabul qilishda qiyinchilikka uchrashlari mumkin. Qo'y burji vakillari. Qo'ylar jasorat va tezkorlik bilan boylikka intiladilar. Ular birinchi bo'lib boshlash, xavfga kirishish orqali katta daromad olishlari mumkin, ammo pulni tez topganlaridek yo'qotishlari ham tez bo'lishi ehtimol. Siz qaysi burjga mansubsiz va bu borada nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Darvoqe, like bosib, kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang.